Assalomu alaykum Termiz uy savdosi aziz obunachilari. Sizlarga Termiz tumani Saloboddan uy chiqaryapmiz. Ko'rib turganingizdek, katta yo'lning yuzidan Salobod mahallasiga kirib ketishda 26-maktabning yonida umumiy maydoni 5 sotixdan iborat to'rxonani tashkil qilgan ixchamgina hovlimiz sotuvda. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Pastda uy egalari raqamlari bilan chiqaramiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Kelishimiz bilan chap qo'limizda ko'rib turganingizdek bitta perxo'shni zal, undan keyin esa mehmonxonasi. Yaqinda o'zim yashayman deb noldan remontdan chiqarilgan azobnashlar. Ko'rib turganingizdek aboylar yevro qilingan. Bundan keyin esa spanli xonasi. Juda qulay variant. Egalariga telefon qilib narxlarini kelishasiz, o'z taklifingizni berasiz azobnashlar. Hujjatlarini ko'rib chiqdim, hammasi joyida, aslan muammo yo'q. Bu xonalardan chiqqandan keyin to'g'rimizda oshxonasi, o'ng qo'limizda bitta tugallanmagan bitta xona ko'rib turganingizdek, oshxonada ham ko'hin mebellar qilingan, barcha bitta texnikalari bor. Telefon qilib bog'lanib kelishasiz bitta texnikalarni ham. Bundan keyin esa bitta xona va undan keyin dushovoy. Sharoitlar juda yaxshi qilingan, proyekt yaxshi tashlangan azobnashlar. Chiqishimiz bilan hovliga mana stol qilib qo'yibdi. O'tirib bemalol juda bir madaniy xordiq qiladigan joylar. Egasiga telefon qilib kelib bemalol chegaralar bilan tanishishingiz mumkin. Lokatsiyasi ham juda yaxshi, tinch joydan bo'lyapti. Suv, svet bor, hozircha oqma gaz yo'q. Kelishadi deb aytib o'tishyapti. Kimga kim reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, 99 kodi bilan 716 53 78 raqamiga bog'lanishingiz mumkin.